San Sebastian cheesecake'ini tayyorlash qiyin deb o'ylasanglar, adashasizlar. Gradusi bilan masallig'ini to'g'ri solsanglar, sizlarda ham idealniy liqillab chiqadi. Birinchi qoida cheese krem, tuxum, qaymoq xona haroratida bo'lishi kerak. Hammasini ketma-ketlikda solib, yaxshilab aralashtiramiz va bir xil massa bo'lgunicha blender qilamiz. Masalliqlar proporsiyasini har doimgidek opisaniyada to'liq yozib qoldiraman. Siz bittagina like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Shu joyida ikkinchi qoida, cheesecake'ni ikki xil gradusda pishiramiz. Birinchi baland, keyin pastroq. Cheesecake tayyor bo'lgunicha yana bitta foydali kontent ko'rsatib o'ting. Tez-tez choynak qoshiqlarimiz shu ahvolga kelib qoladi. Buni osongina zararsiz ketkazish yo'li Bavi Super Очиститель. Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavi eko mahsulot. Bu degani sog'liq uchun umuman zararsiz. Mana 10 daqiqaga qolmasdan choynagim yangidek bo'ldi. Hozirgi kunda Bavini bozorlardan, supermarketlardan va uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Bu orada cheesecake ham pishdi. Idealniy cheesecake xuddi shunaqa liqillab turishi kerak. Cheesecake'ni kechasiga yoki kamida 6 soatga muzlatgichda qoldiramiz. Bo'ldi, keyin kesib shokolad bilan maza qilib yeb olamiz.